Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Davushing salom boyataga o'xshab ketyapti. Shumbalaga o'xshab. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni konkurs bo'lib o'tdi. Ikkinchi son bolalar mustaqil maktabida. Shunda Grand Prix sohibi bo'ldim. Prezident Mixlas vaziri eshitgan ekan, taklif qilishdi. Ruxsat bersangiz, Komiljon Tanazov qo'shiqini kuylab bersam. Marhamat, marhamat. Qul hasta vujudimni mani yuritadi bir yo'l. Qoyil. San'atiga qoyil. Juda a'lo darajada. Bugun shu o'ziga teng, 4-sinfga teng, lekin mashina bo'lsin, prezidentdan sovg'a bugun. Janob prezident, salgina hayajon bo'ldi, bundan zo'r bo'lar deydi. Jo'rabek, Assalomu alaykum, hurmatli prezident. ko'rding qanday yoshlarimiz o'sib kelyapti? Taniysanmi o'zi? Bilaman, Yangi bozor tumanidan. Yangi bozordan sherga yetib kelibdi, bu albatta mashinada ketish kerak. Katta rahmat, hurmatli.